Endi bu savolimizda ko'p xatning 97 ta tomoni bor ekan. Agar har bir tomoni 97 tasiniki ichki burchaklari 180 pi bo'lsa, nima bo'ladi? Pi ni qiymati. Bu uchun bizda demak ko'p xatni demak chizib olishimiz kerak. Ko'p xatda demak tashqi burchagidan foydalanamiz. Bu alfa shtrix bo'ladi, ichki burchagi alfa bo'ladi. Shu alfa shtrixni qiymati 360 taqsim n ga teng. Bizda barobar n barobar 97. Chunki bizda 97 burchak. Bundan kelib chiqadiki 360 taqsim 97. Alfani o'zini topmoqchi bo'lsam, 180 dan ayrishim kerak alfa shtrixni. Bundan kelib chiqadiki 180 minus 360 taqsim 97. Bu qoidaga ko'ra 360 taqsim 97 bo'lsa 180 pi ga teng. Bizdan 180 ni qo'sdan tashqariga chiqarib olsak, 1 minus 2 taqsim 97 barobar 180 pi. Mana bu 180 lar qisqarib ketsa, pi barobar 95 taqsim 97 bo'lib qoladi.